oshqozonim ishlamas edi. Oyoqlarim bukilmaychi edi. Ko'pincha odamlar aytadiki, davleniyam pastga tushib qolsa ham mazzam qochib qoladi, ko'tarib ketsa ham mazzam qochib qoladi, yuragim o'ynab qoladi deydi. Ko'rsatsam maylimi? Ha, nima shikoyatlaringiz bo'lgan xolajon? Boshida kelganimda oshqozonim ishlamas edi. Oshqozon kekirish, og'riq bor edi, yazva bor edi, kekirish bor edi. Ovqatda hazm qilmaslik edi, charchab qolayotgandim, hamsirab qolayotgandim. O'zi harakat qilsam qora kela boshladi edi. Keyin yurak qo'y qanday deydi? Yurak вообще o'ynab lak-lak bo'lib qolayotgan. Ikkinchi etajga chiqqancha charchab qolayotgandim. Hozir yaxshi. Necha kun bo'ldi? 9-kunmi? Bugun 9-kun. Endi hammasi Yengilman. Qayergacha tuzaldi opa? Xudo xohlasa oyoqlarim bukilmaychi edi. Mana massajlardan keyin oyoqlar zo'r, yaxshi. Hammacha tuzaldimi? Xudo xohlasa yaxshi. Opam optim qilib gapiryapti. Oshqozon ham yaxshi bo'lgan, hazmi ham yaxshi bo'lgan, ichlari yaxshi kelgan, oyog'i tuzalgan, yurak o'ynash kamaygan. Nega? Men hozir buni olib qolishimning sababi ba'zi bir holatlarda qon quyuqlashib ketib qoladi. Qon quyuqlashib ketishiga asl sabab jigarda o'tida tiqilma bo'ladi. Kimning jigarda o'tida tiqilmasi bo'lsa, keyin oshqozon og'rib qoladi. Hozir opada ham oshqozon og'rigan bo'lishi. Oshqozon og'rigandan keyin jigar tiqilgandan keyin qon quyuqlashgandan keyin yurak quyuq qonni haydolmay qoladi keyin. Haydolmay qolgandan keyin yurak bunday qilib shunaqa. Shunaqamidi? Shunaqa edi. Hansirash ketdimi? Hansirashlar ham yo'q. Havo yetishmay qolayotdi. Kechalablari ham yoki bo'lmasa tepaga pastga tushsam havo yetishmay deb charchab qolayotdim. Yo'q, hozir ular. Qarang, xola, bu haqiqatmi yo yolg'onmi? Yaxshi. Haqiqatmi? Haqiqat. Siz bilan qarindoshmasmidingiz? Yo'q. Birinchi marta ko'rib turishim bo'ldi. Turdi. Haliga ba'zi bitta odamlar haliga pozitivning teskarisi bo'lgan odamlar harakat qiladiki, qarindoshini ko'rsatyapti deydi. Qarindoshini birinchi marta ko'rib turibman xolamda. Faqat bitta narsa, qarang, hozir qon tomir ochilib ketib qolgandan keyin endi yurak joyiga tushib qoldi. Mana xolam hozir 100 davleniyada super yuribdi. Endi nima u qon tomir ochilib ketib qoldi. Qaysi odamning qon tomiri ochilib ketib qolsa, organizm yosharadi. Yosharish bo'lishligi uchun birinchi kislorod yetishmovchiligi yo'qolishi kerak. Kislorod yetishmovchiligi bor odamlarning yuragi o'ynab qoladi. Yuragi o'ynab qoladi, hansirab qoladi, tiqilib qoladi, nafas yetmay qoladi yoki yursa charchab qoladi. Ana shu hozir xolamda ketdi. O'sha narsalar yo'qoldi, demak tana yosharib boshladi. Faqat bu yog'ida xolam o'zi ushlab qolish kerak, davom ettirib qolish kerak. Shuning uchun biz aytganmizki, sog'lom qarang, рабочий давление degan tushunchalar yo'q. Faqat to'g'ri davolasak, to'liq u narsa ketadi inshaalloh.